Men chorvani boshlayotganimda birinchi otam sababchi bo'lganlar bu chorvani boshlashimga. Ota kasbda ko'pchilik inson mana shu arashanga o'tganimga o'zi 3 yil bo'ldi. Shu boshlaganimda bunaqa qilma, shuncha qo'ydi puliga bitta qo'y olasanmi, falon puliga deb ko'pchilik inson norozi bo'lgan. Mana xudo xolasa natijalar yomon emas. Hozirgi kunda el tanidi, yurt tanidi. Ko'pchiligiga maslahatimizni beramiz, qo'ldan kelgancha bilmaganlarimizni o'rganamiz, bilganlarimizni ulashamiz. Qo'rqish kerak emas inson, o'ziga ishonch bo'lish kerak. Bu yo'lga chiqdikmi, oxirigacha boramiz inshaalloh. Gap so'zlarga ahamiyat bermaymiz. Gap so'zlar davom etaveradi. Bunaqa qilma, mana qilsang bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi. Aytadi-yu, qo'yda baraka bor. Qo'y boqinglar, qo'yda baraka. Inshaalloh bundan ham yaxshi ishlarimizni davom ettirib, yaxshi yutuqlarga erishamiz.